Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Abdurahmonov Jamoliddin Kamoldinovich, Andijon davlat universiteti dasturiy injiniring kafedrasi dotsenti, fizika matematika fanlari nomzodi. Sizlarda demak ofis ilovalari va VBA degan fan bo'yicha ustozingiz bo'laman, bilasiz. Bugungi tajriba darsini videosini sizlar uchun mana yaratyapman. Hozir bu navbatdagi tajriba darsimiz, bu 14-chi tajriba darsi hisoblanadi va Word ilovasi uchun modul yaratish va ishlash deb ataladi. Bu mavzu bo'yicha ikkita tajribamiz bor. 15-chi tajriba ham shu mavzuga bag'ishlangan. Xo'p, endi bu tajribada nima ishlarni bajarib ko'rishingiz lozim bo'ladi. Xo'p, maqsadimiz demak VBA va Word uchun modul yaratish, kodlarni modulli tuzish va hujjatlarni avtomatlashtirishni mashq qilishdan iborat bo'ladi. Kerakli vositalar demak Microsoft Word va VBA muhiti. Tajriba muddati taxminan 2 soat. Har topshiriqni talabalar o'zlari bajarishlari kerak, keyin yechimni solishtirishinglar kerak. Har galgidek topshiriqlar qismidan keyin yechimlar qismi ham keladi, lekin sizlar o'zinglar mustaqil bajarishga harakat qilishinglar joiz bo'ladi. Hop, VBAda modul bu kod yoziladigan fayl bo'lib, sub, ya'ni protsedura va functionlarni saqlaydi. Wordda modul yaratish VBA muhitida amalga oshiriladi va hujjatlarni boshqarish uchun ishlatiladi. Masalan, matn qo'shish, formatlash va hokazo. Asosiy tushunchalar quyidagilardan iborat. Modul yaratish, insert modul sxemasi orqali, demak, ya'ni menyu satridan insertni tanlab, hosil bo'lgan qismiy menyudan modul tanlanadi. Buni ko'rganmiz o'tgan darslarda ham. Hop, ishlash, kodlarni modullar orqali chaqirish, hujjat obyektlari, dokument, range bilan ishlash. Afzalliklari: kodni takror ishlatish mumkin, modulli dasturlashga demak imkon yaratiladi. VBA muhitini ochib, modul yarating va unda option explicitni boshiga qo'shib qo'yishingiz so'ralmoqda. Xo'p, endi quyidagi amaliy topshiriqlarni sizlar bajarishinglar lozim bo'ladi. Birinchisi, modul, yangi hujjat yaratish moduli. Modul yarating, sub yozing, yangi hujjat ochib, matn qo'shing yangi hujjatga. Ikkinchi topshiriq, modul yaratish, bu ham matn formatlash moduli. Sub yozing, ya'ni protsedura yozing. Joriy hujjat matnni qalin va rangli qiling. Ya'ni mana shu sabimiz, ya'ni protseduramiz nima qilish kerak ekan? Joriy hujjat matnini qalin va rangli qilishi joiz. Uchinchi topshiriq, matn qidirish moduli. Demak, hujjatda so'z qidirib topilsa message boxga demak chiqarishingiz joiz. To'rtinchi topshiriq, jadval qo'shish. Sub yozing, hujjatga 2 ga 2 jadval qo'shib to'ldiring. Mana shu jadvalni demak to'ldirishingiz lozim bo'ladi. Beshinchi topshiriq, hujjat saqlash. Sub yozing, ya'ni protsedura yozing, hujjatni maxsus nom bilan saqlang. Hop, endi yechimlar va kod misollari bu yerda keltirilgan. Hop, men demak hamma nimalarni bu yerda keltirib qo'yganman, yechimlarni. Keling, shu yerda demak biz birinchi topshiriqni biz namuna sifatida ko'rib chiqaylik. Buning uchun albatta ana shu o'zimizni odatdagi nimamizga kiraylik, papkamizga kiraylikda va bu yerda bitta Word fayl ochaylik. Hop, masalan aytaylik, keling, bu tomonini bosib Word fayl ochaylikda bitta bunga nom qo'yib qo'yaylik. Masalan aytaylik, tajriba 14 sinab ko'rish dedik. Sinov yoki bo'lmasa topshiriq 1 deb qo'yishimiz mumkin. Sinov emas, topshiriq 1 deb yozib qo'yaylik. Xo'p, demak yozdik. Demak, bunga kirib biz endi nimani, bu Word faylni nima qilamiz? Makroslarga izn beruvchi shaklda demak qayta saqlab qo'yishimiz joiz bo'ladi. Keling, biz mana bu nimaga kiraylikda, faylga kirib save as'ni bosib, mana bu yerdan biz nimani tanlaymiz? Mana xuddi shu nom bilan, lekin mana bu yerda Word macro enabled document, docm fayl turini tanlaylikda, biz save'ni bosib saqlab qo'yaylik. Xo'p, natijada biz mana ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda bizning papkamizda
ana shu fayl paydo bo'lgan bo'ladi. Mana bu fayl. Mana bu fayl bizga kerak emas. Endi buni o'chirib yuboraylik. Hop, mana bunga keraklikda, demak, mana shu joyda endi men mana bu nimani chiqaradigan qilib qo'ymasam bo'lmaydi. Keling, e, mana bu menyu satri va uskunalar paneli doim ko'rinib turadigan holatga o'tib olaylik. Hop, endi bu yerda mana developer nimasiga kirib, menyu bandiga kiramizda, undan Visual Basic'ga mana o'tamiz va bizga Visual Basic for Application oynasi ochildi. Ochildi. Endi mana shu oynada biz nima modul yozishimiz joiz bo'ladi. Endi mana pastdagi nimalarga qaraydigan bo'lsak, mana bizda Word hujjatlari dan mana bu tajriba degan bizning hujjatimiz ochiq turibdi ekan. Keyin mana bu tajriba tajr 14 hozirgina yozgan nimamiz, ya'ni makroslarga izn beruvchi faylimiz ochiq va Visual Basic turibdi xolos. Boshqa narsa yo'q mana bu. Boshqa ochiq turgan hujjat yo'q, ko'rib turibsizlar. Buni men sizlarga atay ko'rsatib qo'yapman. Endi keling biz mana bu nimaga o'taylikda. Mana bu joyga o'tib, mana bu birinchi topshiriqni yechimini, ya'ni mana bu sabni nima qilaylik, copy qilib narigi joyga o'tkazaylik. Hop, mana buning uchun biz mana bu yerda insert deb bosamizda modulga kiramiz va bizga demak mana bu modul yozish maydoni keldi. Mana shu modulga biz nima qilishimiz kerak edi? Hozir nimani qo'shib qo'yishimiz kerak edi. Mana buni copy paste qilamiz. Mana copy qildik. Copy qilaylikda, hop, narigi tomonni bosib, mana copy qildik. Hop, keyin biz mana bu yoqqa o'tib, mana shuni ichiga paste qilib qo'yaylik. Paste qildik, mana qo'ydik. Hop, endi bu sab, ya'ni bu protsedura qanday qismlardan iborat? Mana bu sarlavha qismi, mana bu demak yakuniy satr, bilasizlar. Nimaga end qo'yilib ketdi? Mana bu yakuniy satr. Bu mana bu sarlavha satri protsedura, to'g'rimi? Demak, mana shularni hisobga olmasak, 3 ta qatordan iborat ekan xolos. Demak, bu yerda bitta o'zgaruvchi vddoc degan o'zgaruvchi e'lon qilinyapti. Dokument toifasidagi o'zgaruvchi va vddoc o'zgaruvchiga dokument sinfiga bitta hujjat qo'shilyapti-da, ana shu hujjat vddoc nima qiymat sifatida berib qo'yilyapti. Va vddoc kontentiga, matniga yangi hujjat degan yozuv yozilib qolyapti. Mana shu ishni bajaryapti xolos bu makros. Hop, keling biz bu makrosni demak hozir ijro etib ko'ramiz. Mana buni bosib mana ijro etishimiz mumkin. Hop, endi mana hozir biz ko'raylik, qani bu ochildimi yangi hujjat degan ma'noda mana buni ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda ko'ryapsizmi? Dokument 1 qo'shilib qolibdi. Mana bu hozir men sizlarga atay ko'rsatuvdim. Tajriba 4 bu bizni tajribamizni matni yozilgan fayl edi. Mana buni biz o'zimiz yaratdik. Mana Visual Basic. Mana bu yerda dokument 1 paydo bo'lib qolibdi. Mana bu dokument 1 ga o'tadigan bo'lsak, mana bu yerda nima deb yozib qo'ydi? Mana yangi hujjat ochilib, bu yangi hujjatga demak, dokument 1 degan yangi hujjat ochilib, buni ichiga yangi hujjat degan yozuv yozib qo'yilibdi. Yozib qo'yilibdi. Demak, bizning makrosimiz nima qilyapti? Mana bu makros to'g'ri ishlayapti. Endi keling buni yana bir marta ishlatsak, yana bitta yangi hujjat ochilib qolishi mumkin. Keling, mana bu yerga biz keling mana bu yangi hujjat degan nomni o'zgartiraylikda, keyingi hujjat deb yozib qo'yaylik buni. Keyingi hujjat. Keyingi yangi hujjat deb o'zgartiraylikda, qani nima bo'lar ekan tekshiramiz. Yana bir ishlatamiz buni. Mana demak yana ishladi va mana bu qatorda nima paydo bo'ldi? Dokument 2 paydo bo'ldi. Dokument 2 ni ichiga kiradigan bo'lsak, nima paydo bo'ldi bu yerda? Buni ichiga nima deb yozib? Dokument 2 degan birinchidan yangi hujjat ochildi. Ikkinchidan uni ichiga keyingi yangi hujjat degan yozuv yozib qo'yildi. Demak, bizning makrosimiz muvaffaqiyatli demak ishlayapti. Shu tariqa biz birinchi topshiriqni bajargan hisoblanamiz. Endi sizlar mana bu topshiriqlar fayliga o'tib, mana bu topshiriqlar fayliga o'tib, ikkinchi topshiriqni ham bajarishga o'zingiz mustaqil ravishda urinib ko'rasiz. Xo'p, lekin bu yerda javobi ham bor. Mana buni keyin o'zingizni haligi ishlagan misolingizni mana bu bilan solishtirishingiz mumkin yoki ishlay olmasangiz mana shuni ishlatib ko'rishingiz mumkin. Ya'ni nimani formatlash.
matnni formatlash protsedurasi berilgan bu yerda. Ya'ni matn format deb yozilyapti. Range tipidagi mana bir range tipidagi RNG degan o'zgaruvchi e'lon qilinyapti. Hop, keyin RNG ga nima? Aktiv dokument, ya'ni joriy dokumentni tarkibi berib qo'yilyapti. Tarkib berib qo'yilyapti va ana shu tarkibni fonti bold qilinyapti. Bold degani qalin degani. Qalinga o'tkazib qo'yilyapti. Hop, natijada keyin rangi esa nima? Vodocolo red, qizilga o'tkazib qo'yilyapti. Buni ham mana sinab ko'rishinglar lozim bo'ladi. Keyingisi matn qidirish, buni ham mana o'rganib ko'rishinglar mumkin. Jadval qo'shish, ya'ni joriy dokumentga jadval qo'shish bu. Joriy dokument degani qaysi bu? Bu mana bu dokument. Biz qaysi hujjatdan, mana docm hujjatdan nimaga o'tdik-ku Visual Basicga? Ana shu joriy dokument hisoblanadi. Mana bu nimadagi joriy dokument ana shu. Tushunarlimi? This document deyapti. Mana shu joriy dokumentni ichiga biz yozyapmiz mana bu modullarni. Hop, demak siz bu modullarni ham nima qilib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Mana shu qolgan topshiriqlarni ham yechimlarini topib, mana bu nimadan men bu sizlarga tashlab qo'yaman. Bularni hammasini demak amalga oshirishingiz joiz bo'ladi. Endi aytish kerak, mana 5-modul nima ekan? Hujjatni saqlash ekan. Ya'ni joriy hujjatni nima qilish? Saqlash. Biz hozirgina bajargan birinchi topshirig'imizda nima bo'ldi? Hujjat yaratildi, mana dokument 1 degan hujjat yaratildi, dokument 2 degan hujjat yaratildi, lekin bu hujjatlar saqlangani yo'q. Ya'ni bu hujjatlar diskka saqlab qo'yilgani yo'q. Hujjat yaratildi degani bu kompyuterda operativ xotirasida. Demak, mana shu Word hujjati yaratildi degani. Uni ma'lum bir nom ostida saqlab qo'yishingiz mumkin. Siz mana bu faylga kirib, save'ni bosib, albatta biror nom berib yoki shu nomni o'zi bilan saqlab qo'yish imkoniyatingiz bor. Xo'p, shu tariqa demak men sizlarga bu nimani ko'rsatib berdim. Demak, qolgan 4 ta topshiriqni o'zinglar mustaqil bajaringlar. Sizlarga muvaffaqiyatlar tilayman. Salomat bo'linglar.